bloger akam Monzani ichida bola qolib ketgan ekan, o'sha ekstrini ketamiz. Anaqa payt garov o'tpaytda qiyinda. Hozir mana mashina qulflanib qolgan. Ana mashina ochamiz degan bolani chaqirganman. Alo. Aka kelib qoldingizmi? Kelib qoldim aka, o'zi 1 sekund aka. Aka vaqtcha buni suvda qolib ketdi-da, o'zim ancha turib qoldim, tezlashib. Ya bo'ldi mana aka 400 metr qoldi, 300 metr. Bo'ldi, yes aka, kelib qoldim. Aka rahmat. Yes, qabul. Ichida bolam o'tiribdi, qulflanib qolgan. Qashda bolam o'tiribdi, suvda qolib ketdi bechora o'zi ham. Qani? O'tiribdi aka, amallab ochib yubordi. Ko'rinmaydi, parlanib ketgan. Muzlab qoldi o'zi bola, aka. Ha, yo'q. Ochilyapti bolam, hozir 1 minut. Ko'rinmaydi. Ko'rinmaydi, aka. Ko'rindimi? Ha. Baraka toping. Oching. E? Bola joyda!